Assalomu alaykum vatandoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 64 soniga xush keldinglar. Bugun biz Aqtashlik kitob va boshqalar degan temaning ikkinchisida hukumatimizning tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor afandim bilan suhbat quramiz. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Rahmat. Vatan bizning tog' daryolarimiz, bizning gul giyolarimiz, to'p toshlarimiz, bolaligimizda qing'itib o'ynagan qir dalalarimiz, yoshligimizda muhabbatlashgan xoli o'rmonliqlarimiz. Vatan bizning ko'kimiz, vatan bizning zimin tuproqimiz, vatan bizning ruhimiz, vatan bizning har bir hujayramizdagi genimiz, vatan bizning tarixga tutashgan yıldızımız. Davlat, ya'ni Sharq Turkiston, dal bizning vatanga ega chiqish yo'lidagi siyosiy g'oyamiz. Ulug' vatanimizning jo'grafiyasini tafsiliy o'rganish bizning davrimizga bizlarga nisb bo'lmagan, bizning keyingilarga texmi nisb bo'lmadi. Bugun biz Aqtashlik kitobdagi vatanimizning jo'grafiyasini, davlatimizning jo'grafiyasini va Sharq Turkistonning strategiyalik muhimligi to'g'risidagi mazmunlarni Salih Xudoyor afandim bilan o'rtoqlashamiz. Salih Xudoyor afandim, Aqtashlik kitobningki Sharq Turkistonning jo'grafiyasi degan bobini nurg'un tarixiy material va hujjatlardan foydalanib ishonchlik qilib yozib chiqdingiz. Buni har qanday bir odam ko'rsa ishonchsiz yozilgan emas. Uningki kelgan manbasi hammasi yozilgan. Bu jafoliq emgingizni qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsangiz, marhamat. Rahmet. Aldı bilen bu jarayondan da sal kechikib qilishning sababi şu nurg'un tarixiy materiallarni o'qish kerak zor bo'ldi. Ba'zilarini tordan topqal bo'lgan bilan ba'zilarini bo'lmagandan keyin shu ma'lum kutubxonalarga berib izlab, masalan Library of Congress Amerikaniki davlatlik, yani parlamentiniki kutubxonasida nurg'un materiallar, kitoblar bor ekan. Shu yerda ozroq vaqt shu yerda o'tkazdim, shu materiallarni ko'rib degandek. Endi biz bu Aqtashlik kitobning birinchi bobida endi hozirgi davomlashayotgan Xitoyninki Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata epirayotgan irqiy qirg'inchilikni epirib boshladik. Shu vaqtda boshladik. Chunki hozirgi bo'layotgan bizning beshimizga duch kelayotgan shu vaziyat bo'lgandan keyin va eng jiddiyat vaziyat shu bo'lganligi uchun kitobni shuning bilan boshladik. Ondan keyin ikkinchi nimasiga Sharq Turkistonning jo'grafiyasini, chunki ko'pincha insonlar mayli bo'libmi chet elliklar Sharq Turkistonni yaxshi tushunmaydi. Garchi tushunadiganlari bor, ammo ularga nihoyat az bir ya shu jo'grafiyachilar ya tarixchilar yoki bu shunda O'rta Osiyoga mas'ul mas'ul xodimlar desak bo'ldi. Shuningdek biz oldi bilan Xitoyninki bu Sharq Turkistonni beslab olgan bir davlat ekanligini tushundik. Shundan har nimasida yana shuni qaytadan takrorlayapmiz. Qaytadan takrorlashning sababi o'quvchig'imi buni kitobdan bir narsa olsimi, masalan, kitobni o'qib hamma narsa unutib qolsimi, bir narsa unutib qolmaslik kerak. U bo'lsa Sharq Turkiston hargiz Xitoyning bir parchasi bo'lmagan. Sharq Turkiston hozir Xitoyga ishg'ol ostidagi bir davlat ekanligini uqish uchun shuni qaytadan takrorlash kerak. Psikologiyada buni psixologiyada. Shuning bilan biz boshda har bir nimamizni shu Sharq Turkistonni oldi bilan Sharq Turkistonninki hozirgi nimasini tushundik. Sharq Turkistonninki shu g'arb va sharq ostida necha ming yillik ko'rik bir rol o'ynab kelayotgan bir davlat ekanligini o'tirib qildik. Undan keyin shu yaqinqi zamonlargacha 1756gacha Manju Ching sulolasigacha mustaqil uzun bir
mustaqil tarix bor ekanligini, keyin Xitoylar bilan ishg'ol qilib, yana keyin Sharq Turkiston xalqi bu ishg'ol etib qarshi turib mustaqillikni 3 qatim qaytadan jaqalaganligini va bu yerda tarixiy manbalar qarta Sharq Turkistonni tarixda nima qaysi ismlar bilan atab ekan masalasiga kirdik. Tarixda bir davlatninki, bir ülkeninki, bir rayonninki ismi o'zgarib turdi. Ne yapsız? Nurg'un manbalarda boshqa xil yozadi. Ammo şu zamanın tarixini kimisi qarasak, aslında biz tul izlenip en qadimki tarixda mesela bu G'arb shunoslarniki Greek ve geographerlar bor, coğrafyachilar. Yani Greek desek Türkçe'de Yunan deydi. G'arbning eng tunji coğrafyashunoslari Hector Herodoteslar bular şu miladiden burun 500. yıllarda etrafında Şarkı Türkistan'ı Skitiya veya ki Isodonis deb atab ekan. Ondan keyin Parislar, yani Parisli deganimiz İranliklar Şarkı Türkistan zemini Saqa deb atab ekan. Hatta nimalarmi Mısırlıklar, qadimki Mısırlıklar o'zinikini size Sakay deb atab ekan. Ve Rumlar qadimki Rumlar, Rumlar Serika deb atab ekan Sharq Turkiston zaminini. Ondan keyin o'zininki hozirgi 100 yil ichida, 150 yil ichida Sharq Turkiston zaminidan chiqqan qadimiy asaratlarga qarasak, masalan nurg'un to'char til materiallar bor. Onda o'zimizningki shaharlar, masalan Sharq Turkistonning shaharlarining ayrim ismlari bor ekan. Masalan Xotanni Xotana, Kroran, Kushan yani Kushan, Arsi, Qash, masalan Qashqar bo'ladi, Turpana, masalan Duxan. Buni ko'pinchalarimiz uqmaymiz. Masalan Xitoylar hozir Gansu atalmish Gansu viloyatining ichiga Sharq Turkiston zaminining bir qismini shu yerga nim qilib oldi, qo'shib oldi. O bo'lsa Sharq Turkistonning eng sharq qismi. To'g'ri. Gansu viloyat, bizga agar viloyat yoki Gansu rayon desak bo'ladi. Qadimki Gansu Uyg'ur davlatininki qurilgan rayon atroflari va undan necha yilning yozi tatib Sharq Turkiston zeminining bir parchasi. Milliy jihatdan bo'lsin, irqiy jihatdan bo'lsin, tarixiy jihatdan bo'lsin, til madaniyat jihatdan bo'lsin, bizning bir parchamiz. Buni asli bizning tilimizda, qadimgi tillarda shu Duxan deydi ekan. Keyin Xitoylar buni Donxan deb aytib oldi. Va Xitoyninki yana bir nimasi yolg'onni o'tirib Xitoyninki tashviq qilgan nima bir nimasi bor, Shiyu deb. Azaldan Xitoyning bir parchasi, Aqchiti, Ko'pchiti. Bu rayonni biz Shiyu deydik. Biz 2000 yilning yozib Xon sulolasidan tortib bizga tava deb Xitoy shunda yolg'on tashviqotlarni qiladi. Xitoyning o'zininki tarixiy materiallarini ishlatib, Xitoyning o'zining lug'atlarini ishlatib, bu Shiyuning nima ma'no beradiganligini. Masalan, Xitoychida masalan buni g'arb diyorlari yoki g'arb nima rayonlar deb tilga oladi ya. Asli nimasida masalan Xitoyning o'zining lug'atlari qolsak, masalan Xitoyning Xon sulolasidan tortib, Ming sulolasidan tortib, Tang sulolasidan tortib, Song sulolasigacha Sharq Turkistonning nima deb atab ekan, shuni qaradik. Masalan nima u Xitoyningki Songshi, ya'ni Song sulolasininki tarixiy degan kitobida, ya'ni arxivda Sharq Turkistonni Uyghur deb atab ekan. Uyghur degan, ya'ni g'arb emas, chet ellik davlatlar, chet el
ülkelere. Yani Xitayning bir parçası emas. Agar To'g'ri. Xitayning bir parçası bo'lsa bizni Weigo deb atamaydi. Hmm. Shuningdan billa yani Xitoyninki o'zininki Chixay deb encyclopedia desak bo'ladi. Encyclopediani Uyg'urchada neymiz? Bir xil lug'atdek, ammo tarix hamma narsani tushundirilgan, geografiyani hamma tushundirilgan bir ilmiy shu lug'atga o'xshab ketadigan bir kitob desak bo'ladi. Men Uyg'urchasini bilmaganlik uchun shunda tushundim. Uningda Shiyuni g'arb ülkelleri yoki g'arb davlatlari deb tushuntirgan, tarjima qiladi ekan. Va buningda g'arbningki inglizcha tarjima qilingan vaqtda buni shu g'arb ülkelleri, g'arb davlatlari deb tarjima qilinibdi. Va yaqinqi zamonlarda Xitoyninki yo u manda emas, bu manda tarjimasi deb o'zi tashviq qilayotganini bu g'arb territoriyalar demakdir yoki g'arbiy rayonlar demakdir deb o'yin o'ynayotdi-da, hamda g'arbniki va umumiy nima shu azaldan Xitoyning bir parchasi degan yolg'onni nima qilish uchun. Ammo bu yerda bir fransuz jug'rofiyachi bor, Jean Paul Lopez deb. Ki buniki eng to'g'risi shu, eng to'g'ri tarjimasi shunda debdi. Ya'ni bu Shiyu degan g'arbdagi davlatlar degan ma'noda. Va Xitoyninki bu Shiyuni yolg'iz biz emas. Masalan, Xitoyning manbalarida Shiyuni masalan Hindistonni Shiyu debdikan, hatto O'rta Osiyoni Shiyu debdikan, hatto ba'zida Yevropani Shiyu debdikan. Shiyuniki hozir tushundik, eng to'g'ri shu g'arbdagi davlatlar. Ya'ni bu Xitoyninki bir parchasi deb tushungili bo'lmaydi. Chunki Xitoy agar unda bir parchasi deydigan bo'lsa, u Shiyu degan atalg'ini ishlatmaydi, boshqa atalg'ini ishlatadi. Ondan keyin Turkiston nima atalg'isini tushundik. Va buning Xitoy buningdan nima uchun o kadar rahatsız? Nima uchun bizning Sharq Turkiston deyishimizdan rahatsız bo'lib ketadiganligini tarixiy asosi bor. Turkiston masalan asosan 639-yildagi bizningki bugungi Sharq Turkistonninki Turpan rayonlaridan chiqqan shu vaqtgi qadimgi asar nima antik materiallar bor ya, hujjatlar degandek. Shu yerda bir hujjatda shu Turpandan chiqqan 639-yilga surilgan hujjat shu vaqtning hujjati ekan. Shuningda Turkiston deyilib. Turkiston shu vaqt Turkiston shu turk davlatining, chunki ko'k turk davlati Sharq Turkistonda barpo bo'ldi. Sharq Turkistondan shimoliy Sharq Turkistonda yiltizlashib, shu yerdan chiqib, anandagi asta-asta kengayishga boshladi emasmi? Va u Turkiston shu bizningki bugungi Sharq Turkistonni da'vatgan shu ko'k turk davlatininki zaminlarini Turkiston deb ataladi. Chunki u so'g'di tilda turk degan shu ko'k turk, Ston deganki davlati vatani. Shuning uchun bu ko'k turklarninki davlatini so'g'di tilga nim qilgandek bo'ldi, tarjima bo'ldi. Va undan sirt Sharq Turkistonniki masalan Xotan va boshqa rayonlardami shu vaqtlarda, ya'ni shu davrlarda ta 9-asrgacha nurg'un materiallar bor. Shu Turkiston deb, shu o'zimizningki Sharq Turkistonni Turkiston deb atalgan. Va bu yolg'iz geografiyalik bir atalg'i emas. Bu yerda bu atalg'i siyosiy bir atalg'i. Chunki ko'k turk davlatininki atalg'isi. Shuni sharlik nimasiga tarjima qilgani desak bo'ladi. Shuning uchun Xitoylar buningdan o kadar rahatsız. Chunki u atalg'i 1400 yilning yozi shu yerda bor. Xitoy nima deyapti? Biz bu azaldan bizningki biz bu yerda Argiz Turkiston degan bir davlat yo'qdi. Unda yo'qdi. Turk deb nima yo'qdi deb bizni
aşu Xitayninki özününki atalmış bu azaldan benim zeminim degan yalganlarını rast qilish uchun bu Türkistan'a o kadar qarshi turishi shu. Buni tushunish. Çünkü bu bizninki shu zaminga egilik huquqimiz bor ekanligini tarixdan buyon necha ming yildan yazib biz bu egilik huquqimizni yo'qotib qo'yganligimizni bu yolg'iz bir jug'rafiyalik yoki nima yerlik bir atalgı emas, siyosiy bir atalgı hatta davlatning atalgısı. Shuning uchun Xitoy bilan rahatsız ve ondan keyin asosan bu Turkiston kelimesi shu davrlardan tortib shu yaqinqi 18-19 asrlargacha umuman davomlashgan. Hatta Kutatqı biligninki Kutatqı bilig deme Yusuf Qasajibninki Mahmud Qashqariyninki Türk Kutatqı biligda keçirsizlar. Kutatqı biligdiki eçilish nimsini qilsanglar bütün Türkistan'da deydi. Bütün Türkistan'da bundaq bir kitap yazılmagandı. Bütün Türkistan ne? Umumiy O'rta Osiyo ve Qashqarmu şu Türkistan'ın paytaxtısı ve şu vaqtdagi davrdagi arablarniki ve farislarniki kitaplar qarasak, masalan 13 asrdagi Paris tarixchi Minhaj Shirat Jujanininki Tabaqati Nasri degan kitobida Yusuf Qadirxon, ya'ni Qarxonlarninki podshosi Yusuf Qadirxon bütün Türkistan'ınki padişahı ekanligini yazdı. Ve yana Marco Polo mesela İtalyalık qadimki İpek yolu nim qiladi o. O Sharq Turkistonga o'tgan vaqtda yani kitobida ikki xil til qoldi. Ham Turkiston ve büyük Türk eli deb, yani Türkiye deb. Keyin Çağatay davrlarida bu Türkiston asosan shu vaqtlarda ikkiga parchalanishga boshlaydi. Birisi O'zbek Sharq G'arb Turkistonlar Sharq Turkistonga. Bu yerda shu Sharq Turkistonda shu mamlakati Qashqar deb, ya'ni Qashqar davlati, mamlakati Yarkand davlati, keyin bir vaqt davrlarda Mo'g'uliston deb atalgandi. Keyin oxiri shu 1500-yillarda Yarkand xandonligininki, Yarkand davlatininki xonligininki kelishi bilan umumiy mamlakati Yarkand deb yerlik atalg'i shu bo'libdi ekan. Ammo yana chet elliklarninki şu vaqtda Sharq Turkistondan o'tgan vaqtlarda, masalan 1625-yili bir Angliyalik Samuel Purkis deb bir Angliyalik şu vaqt o'tganda bu yani Sharq Turkistonni şu Turkiston xonligi yoki Kingdom of Turkiston deb tilg'ab ekan. Va yana şu vaqtki g'arbliklar yana Turkistonning poytaxti Qashqar deb aytgan. Ondan keyin 1683-yilda Fransiyalik kartografer deydi, xarita chizg'ichi va jug'rofiyachi Nicholas Sanson Turkistonni, ya'ni bu u xaritani men necha qatim Twitterga qo'ydim. Sharqida, nima g'arbda O'zbek deydi, shu xaritani ko'rsatyapti-da u. Türkistan'ın g'arbida O'zbeklar bor, ya'ni Chag'taylar, sharqida Chatay, Mo'ng'ul va Xitoylar bor. Hindistonninki shimolida va haqiqiy O'rta Osiyoning qap o'tirsida deb ve muhim shaharlarni, masalan Qashqar, Xoten, Charchen deb tilg'ab ekan. Ve 1782-yildagi Frans ensiklopediyasi, Fransiyalik ensiklopediyasida yana Turkistonni Le Pays de Turks, Turklarninki davlati deb tushuntirib ekan ve Qora dengizdan tortib ta Xitoyning sepilg'icha keladi.
ve Kaşka ülkesi depti o. Kaşka ülkesi Türkistan'ın bir parçası dep. Hamda Şarkı Türkistan atalgısı kanda oturup kelişki başladı. Bunun karaylı. Bunu düşündük. Xitayning teşvik kılıvatkanı bu Şarkı Türkistan atalgısını ama yakından yazı teşvik kılıvatkan sepsetlere bu Şarkı Türkistan atalgısı şu CIA akçı kökçüleri oturup çıkargan atalgılar ya ki ma bu bir Uruspa Mikhail Bichurin dep 1820 yılda şu keşif kılgan dep şunda sepsetlerini kıldı. Emniyette bu Şarkı Türkistan atalgısı tuncu ketemende biz hazırki menbalar neçim 100 menbalarını izdik. Hazır en baldu tapalığımız şu 1730 yıldaki bir nime Şvesiyalik askeri officer ve coğrafyacı Philip Johann van Stoltenberg'ninki şimal ve Avrupa'nınki şimali ve şark kısmı ve Asya degan kitapda Şarkı Türkistan yani Oriental Türkistan, Şarkı Türkistan deb işiltidi ve bu zamanni Issiqko'lning sharqdagi ta Xitoy disiplingacha borgan zamanni Şarkı Türkistan deb nim qildi. 1756 yılda yani Xitoylar Şarkı Türkistanni, Manjular Şarkı Türkistanni tajovuz qilishni boshlagan jarayonda Frans şu vaqtdagi fransiyalik turkologist deymiz hamda turk tilini tadqiq qilgan Joseph Digenis ummo Şarkı Türkistan Oriental yani Şarkı Türkistan deb necha qatim shu tilga oladi ma'rayin Şarkı Türkistan'da. O'xshashlar 1759 yılda yani Manjular Şarkı Türkistan'ni tunji qatim resmi ishg'ol qilgan jarayonda umumiy Türklarning umumiy tarixi degan kitobida ingliz tarixchi dan birisi Türkistan'ni umumen Türklarning davlati deb, yani Türklarning vatani, Türklarning davlati deb tilga oladi ve Türkistan'ni ikkiga bo'lininglik deydi. Geografiyalik şekilde ikkiga bo'lininglik. Sharq ve g'arbga. Şarkı Kaşgar'dan tatip şu Şark'taki ülkeleri şu Şarkı Türkistan deb tilga oladi. Şu G'arbninki xaritalarga qarasak masalan 1500 yıllardan tatip 1700 yıllarning oygacha 1800 yıllarning boshlanigacha Şarkı Türkistan'ni ba'zida Tatari independent Tatari oturasiya buniki. Ama bir yerde yalnız oturasiya emas, bular şu Köktürk devletininki. Çünkü bu xaritalar qarasanlar mesela şu burunqi qadimki Köktürk devletininki zimillarında o'tadi. Şu Tatari degani şu Köktürk devleti bo'lishi mumkin. Petit Buxar yani Kichik Buxariya, Türkistan, Türk devleti, Kaşgar region mesela Kaşgar tarafını Kaşgar devleti degandek. Anadaki 1800 yıllarning başlarında bir yana hamda şu xaritilnimi Şarq ve G'arb Türkistan deyishga boshlandi. Mesela bununki nurg'un xaritalar bor. Buni keyin 1829 yılda Xitoyning teşvik qilayotgani şu Nikita Boruchin, Mikhail Boruchin debman. Nikita Bichurin deb bir Rus Xitoyni tadqiq qilgan bir tadqiqotchi. U bir nimeniki George D. Meyendorf'ninki nimasi qarshi turdi. George D. Meyendorf yani Çinli Türkistan deb alayli deydi. Şarq mesela G'arb Türkistan'ni Rus Türkistan deb, Şarq Türkistan'ni Çinli Türkistan deb alayli dedi. O bir Rus diplomatdı.
Onunğa qarşı Nikita Khrushchev 1829-yılda onun qarşı nima yazdı? Ya yani Çinli Türkistan desek bo'lmaydi o. Çünkü bu yerda bu Kaspiyan dengizidan tatip şu Köknur yani Tilen tağları. Şarkı Türkistan'ın en şimaldaki tağlar. Azırkı bugünkü Xitayla Gansu ülkesiga ketip algan, işgal kılıp algan rayonlar. Şu yakıca bir millet yaşaydı o. Ular özünü Türk dep nima qiladi? Türk dep qaraydi ve devletini Türkistan deydi o. Şunun için biz Bukhara Türkistan yani G'arbiy Türkistan'ni, Bukhara Türkistan yoki Urus Türkistan'ni G'arbiy Türkistan deb bu Meyendorf'ninki atalmış Çinli Türkistan'ni Şarkı Türkistan deyişimiz to'g'riroq. Çünkü hiçbir kısmı hiç bu iki rayonninki bu iki zimilninki o'xshash yeri bulay gerçi bunun yana kichik parçalarım bolsunmu mesela Qashqar, Aqchi, Ko'kchi deydigan viloyatlik yoki o'lkalik nimalar bolsunmu buningki boshqa bir mangulik bir atalgısı bo'lmaslik kerak. Bo'lmaydi o. Çünkü bu yer Xitoyninki zimin emas. Bu yerdagi xalq nima bu Sharq Turkiston Xitoyninki uzun mangulik Xitoyning bir Xitoy yani Manju istilasining ostida qolmaydi o. Shuning uchun buni Sharq Turkiston deb to'g'ri ilishimiz kerak deb shuni nima qiladi. Shuning bilan Xitoylar shuni nima qiladi? Bu Urusli o'ydirgan, yani Nikita Bucherin o'ydirgan atalgı deb yolg'on teşviqat qildi. Amaliyotda u Nikita Bucherindan az deganda 100 yil burun g'arb tarixchilar, geografiyachilar, siyosatchilari Türkistan, Sharq Turkiston deb atalg'isini ishlatishga boshlab bo'lib ekan. Hamda Xitoyninki atalmış Şinjan degan misol kelsak, masalan, hammamiz buni ko'pinchimiz bilamiz. Buni shu yangi zimin deb tarjima qilindi deb bilamiz. Ammo 1887-yildagi Xitoy inglizcha lug'atiga qarasak, tarjimalik Şinjanni mustamlika, ya'ni mustamlikani Şinjanga tarjima qilib ekan. Yani Şinjan İngilizce tarjima qilsa mustamlik degan gap bo'ldi ekan. Onundaki bu yalğız bizg'illam atalgan nima emas ekan. Masalan, Manjular boshqa rayonlarni besib olgan chaqda, yangidan besib olgan chaqda, masalan, Guangxini besib olgan vaqtda, ya'ni Guangxi Xinjiang deb atab ekan. Anandaki Guizhou Xinjiang, Yunnanni besib olgan chaqda Xinjiang Yunnan. Şu Manjulninki Yongzin padişahı davrida padişahı yoki imperator davrida shundan nima qilib ekan. Ammo nima 1764-yilda Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan chaqda Manjular Sharq Turkistonga shu tunji belge atalg'isi Shiyu yani ki g'arbchi davlatlar yangi zamin, yani yangi mamlakat degan atalg'isi. Bular qaysi zaminni yangidan ishg'ol qilgan bo'lsa va mustamlik qilish niyati bo'lsa, shu yerga Xinjiang degan atalg'ini qo'shadi ekan. Ammo bu Xinjiang degan atalg'isi rasmiy Sharq Turkiston zaminiga umumlashtirishga tirishgan vaqtda shu 7'şer devletin Sharq Turkiston'ni 1877-yilda 78-yilda ishg'ol qilib bo'lib 1884-yilda shu 11-oyning 18-yilda Turkistonni Xinjiang deb, ya'ni rasmiy shu vaqtda Manju imperiyasiga qaytib olmoqchi bo'lgan. Gerçi ondan keyin bizning xalqimiz necha qatim mustaqilligimizni e'lon qildik va biz
bu yerda bu Sharq Turkiston degan atalg'u biz uchun yolg'izlam bir geografiyalik atalg'i emas. Yoki yolg'izlam o'zimizni atab oladigan bir atalg'i emas. Siyosiy bir atalg'i, davlatning atalg'isi. Birinchi, ikkinchi Sharq Turkiston Cumhuriyeti bekadin e'lon qilmadik. Bizningki aqimizdagi suratdagi aqimizdagi bu ikki ajdodlarimiz o kadar bilimdor, o kadar büyük bir ajdod lekin bugungi Xitoyning bu shunda uyallar o'ynanmaslik uchun shu tarixiy manbaga asosan o'zimizningki shu vaqt hozirgacha Xitoylar ko'pincha ko'ydiryapti, ammo u vaqt topqil bo'ladi deyman. Shu yaqinqi zamonlargacha. O'zimizningki shu davlatimizningki atalg'isini, tarixiy atalg'isini, egilik huquqimizni isbotlaydigan bir atalg'ini ishlatib davlatimizga siyosiy atalg'i Sharq Turkiston Cumhuriyeti deb buni siyosiy atalg'larga aylantirgan. Va biz uchun bu Sharq Turkiston atalg'isi eng yaxshi atalg'i. Xitoyninki va boshqalarninki uyallarga, suiqasdlarga va bu propagandalar qarshi tura oladigan eng yaxshi tarixiy atalg'i. Chunki xaritalar qarasanglarmi, chiqira desanglar, chiqirib xaritani Xitoyni matqi qilib bo'ladi. Mana biz mustaqil davlatlik burun deb. Uningdiki Xitoymi xalqimizni sen oq jitingsin, ko'k jiting deb parchalayman deydigan, bir-birimizga dushman qilaman deydigan u yollarga qarshi taqobil turadigan atalg'i, ya'ni shu Sharq Turkiston atalg'isi. Ve en ayrısı hem de Sharq Turkiston coğrafyasıga kelsak, bizningki coğrafyasımız yani devletimiz o kadar bir güzel, o kadar bir çoğun bir devlet. Eğer dünyada hazır biz mustaqil devlet bo'lib turgan bo'lsak, 16-cı en çoğun devlet bo'lardik. Yani Amerika Ştatı'nınki 2,5 massa, Türkiye'nin 2,5 çoğunroq, Ukrayna'dan 3 çoğunroq bir ziminimiz var. 1.828.418 kvadrat kilometrlik ziminimiz var. Şarktan g'arbgacha 2100 kilometr. En sharqiy qismidan en g'arb qismiga 2100 kilometr keladi va shimoldan janubgacha 1700 kilometr keladi. Masalan, Xitoyninki o'zininki tarixiy manbalari qarasaqmi, masalan, xalqimiz bizning aqlimizdagi xarita, aqlimizdagi Sharq Turkiston xaritasi eng to'g'ri xaritasi. Burungi xaritalarga qarab, haqiqiy zaminimizni shu 1.828.418 kilometr kvadratlik zaminimizni qaytadan shu burungi xaritalarga qarab qildik. Burungi xaritalarga qarasanglarmi shunda. Xitoy keyin Sharq Turkistonni ishg'ol qilganda, masalan, bir qismini, eng ko'p qismi, Kansu qismini shu nimaga qo'shib oldi? Bilasizlar, Gansu va Chinxay, Gansu va Chinxay o'lkalariga va hozirgi ko'pinchalar Sharq Turkiston deb qo'yayotgan nimasi shu Xitoyninki atalmish avtonom rayon deganning xaritasi shu. Asli Turkiston xaritasi ma'u. Xitoyning o'zininki manbalarida, masalan, Mingshi degan nimasi qarasak, Ming sulolasining tarixi degan 1739-yilda shu yozilgan kitobda Jayuguan, hammamiz bilamiz ya. Xitoyninki Sipilning eng oxirgi qismi Jayuguanda to'xtaladi. Shu vaqtda shu Ming sulolasi davrida Yarkent xandonligi bilan, yani Yarkent xandonligidan burun bular umumiy birlashishdan burun bir necha kichik xandonliklar, masalan, Turpan xandonligi, Qashqar xandonligi, Yarkent xandonligi degandek. Ammo hammasi o'qtiqqan. Ya aksi birsi tag'isi degandek. Turpan xandonligi davrida shu Xitoylar Ming sulolasi bilan qilgan bir urush to'xtami bor. Biz Ming sulola bilan
neçe qitim az degende bir ay yıl uruşkan to'xtamay. Udul bolmasımı bir uruşup yana bir azroq so'zlar yana uruşup aşında qıptık emas. Keyin şu 1500 yıllar atrofida 1520 yıllarda şu Ming sulalasi bilan chegaramizni rasmiy ayirib tikamiz. Shu Ming sulalasining o'zining tarixiy nimasidan Ming Shi degan Ming sulalasining tarixi degan kitobida yozilgan. Shu yerda bizning Sharq Turkiston bilan Xitoyning chegarasi shu Jayuganda. Jayuganninki ichi Xitoy, sirti Sharq Turkiston. Va yana Xitoyninki Qianlong, Manjuninki Qianlong padişahı 1759 yılda G'arb masalan Shiyu deb ataydı ya, Shiyun shunda devletlarninki xaritasi deb xaritasiz durdu. Şu xaritadimi shu Jayugan chegara. Shu G'arbdagi devletlar bilan Xitoyning chegarasi shu Jayuganda. Yani Sharqi Xitoy, G'arbi Sharq Turkiston. Bizning Sharq Turkiston hammalar bilsizlar, dunyoda eng tog'liq rayonlarning birisi, davlatlarning birisi. Bizda az deganda 8 ayrim 8 xil ayrim tog' tizimliqi bor. Masalan, Altay, Tangritog', Pamir, Qur'um, Tarbag'atay, Tilan tog'lari, Oltin tog'lari degandek. Bizningki daryodan Sharq Turkistonda 1500 dan ortiq daryolar bor. Undan keyin Sharq Turkiston Antarktikadan keyin qaraganda glacier bo'ldi-ku, muz. Muz. Suvniki muzi. Antarktikadan keyin qaraganda ikkinchi turgan shu biz, eng jiqliq muz boya. Aq muz boya, shu tog'larimizdan kelgan. Yani en az deganda Tangritog'ning o'zida 7500 kilometrlik aşında muzliq rayonlari bor. Pokis suvni nima qilish uchun. Sharq Turkistonda 1500 dan ortiq ko'llarimiz bor. Eng büyük ko'llarimiz masalan Xitoy tarafidan masalan Lopnor eng büyük ko'llarimizdan biri, ammo Xitoyniki shu atom siniq qilishi bilan anandiki ambar yasash bilan quritib etdi. Ondan sonra 1970 yıllarda. Ondan sonra Sharq Turkistonda 570 dan ortiq daryolar bor. Ko'pincha yana shu tog'lardan chiqadi. Tog'lar chiqayotgan daryolar. Eng uzun daryosimiz hammamiz biladiganimizdek shu Tarim daryosi, lekin Xitoy mustamlikachilarniki, Xitoy ishg'olchilarininki Sharq Turkistonni mustamlika qilishi bilan bu daryolarimiz qurib ketyapti. Bu mühim kısmıga bu eng mühim kısımlar qarayli. Endi Sharq Turkistonniki strategik ahamiyatiga kelsak. Sharq Turkiston dunyoda eng boy zaminlardan birisi. Boy davlatlardan birisi. Agar biz bugun mustaqil bo'lsak, eng boy O'rta Osiyo emas, butun dunyodagi boylik nisbatan masalan G20 aqchko'kchi deydi-ku. G20 qatoriga kiralaydigan bir davlatlarning birisi bo'ladi. Mushu boylik tufaylidan Xitoy xalqimizni irqiy qirg'inchilik qilyapti. Chunki ularga xalqimiz kerak emas. Xalqimizni shu vaqtinchalik qul qilayotganlar bor, ammo shu zamin va boylik kerak. Shuning uchun shu Sharq Turkistonninki zaminini, boyligini kontrol qilmadi va yana Sharq Turkistonni boshqa g'arb, masalan, Hindistonga, janubchi Hindistonga, g'arbga kelsa, O'rta Osiyodagi Qozog'iston, Qirg'izistonga kelgusidagi ishg'oliyat planlari uchun Sharq Turkistonni shu tutib turadi va Sharq Turkistonni mustamlika qilyapti va Sharq Turkistonni dunyodagi eng militarized deymiz, askariyleştirilgan, ya'ni askarlarni tugib etgan
rayın bölgeler yani devletlerinin birisiga aylandırıp koydu. Bununki nişanı mesela Xitay'nınki trilyon dolarlık bir belbağ bir yol nimisi projesi mi? Şarkı Türkistan'ın Şarkı Türkistan dönütüdü. Şarkı Türkistan bolmay turup Xitay'nınki bu iş nimisi bolmaydı. Mesela Xitayla üzüm o ötken hafta haberga chiqadi. Xitayla o'zi mushu 2024-yildan 160 milliard kilowatt hours ne saatninki nimisi energiya tok ne shunchalik ne o'g'irlabdi Sharq Turkistondan shu nimaga Xitoyning boshqa o'zininki Xitoyning o'lkalarini mang'izish uchun buni hisoblab chiqsak 6 milliard dollardan ortiq energiyada bu yalnız toplam o'g'irlayotgan tok mushunchalik bir yil ichida o'g'irlagan tok 6 milliarddan oshadi. Shu boyligimizni deb Xitoy shunda nima qilyotdi? Xitoy uchun bu Sharq Turkiston zimini bularninki ham bizni kuchli qildirish uchun o'zini taraqqiy qildirish uchun ishlatyapti. Ham bizni o'zimizning boyligimiz bilan bizni zulm qilyapti, bizni qiryapti. Ham dunyoni shu bizning boyligimiz bilan setayotganlarni, setib olayotganlarni shu nima qilyapti. Masalan, u Turkiyaga, UABga desmi silayotgan pullari shu bizning vatanimizdan olayotdi pulni, u boylikni. O'rta Osiyoga, UABga qilayotganimiz shu, boshqalarga qilayotgani shu. Xitoyning hamda bu bizning boyligimizga nisbatan masalan neftilan bizningki hozir hamda asosan Xitoyning manbalariga qarata nima qildik, chunki boshqalarini topolmadik. Shu Xitoyning o'zini qilishga majbur bo'layapmiz. Balki undan ko'proq bo'lishi mumkin. Eng oz deganda 23 milliardlik tonnalik neft bor, ya'ni Sharq Turkistonda. Bu neftninki basini nima qilsak, masalan, hozirgi zamonaviy basqi, hozirgi nima qilsak, shu 13 trillion dollardan oshadi. Eng boy davlatninki boylardan biri bo'lmizda. Boy davlatlardan. Ammo shu bu Xitoy buni Sharq Turkistondan shu nimaga yo'tkab ketyapti. Xitoyning o'ziga yo'tkab ketyapti kunni sari. Hozir Xitoylar 4 pipeline yasadi, ya'ni neft yo'llari. Hozirgi bağları shu nimalar neftni chiqarishga. Gazniki u qadarmi jiqroq, undan jiqroq. Masalan, gazniki Sharq Turkistonda yilda 92 milliard kub metr gazni Xitoyninki 15 o'lkasidagi 120 shaharga gaz chiqaryapti va buningga shu 4 nima gaz yo'llari bor. Shu Xitoyning ham yerga olib boradigan. Ya'ni Sharq Turkistonning gezi bo'lmay Xitoy to'nglab qoladi desak bo'ladi yoki Xitoy olib qoladi desak bo'ladi. Va andan keyin nima ko'mir qaragan chog'da dunyo bo'yicha agar shu iddia qilinayotgan mushunchalik bada deyilayotgan ko'mir rost bo'lsa, dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turamiz ko'mir nimasida. Ya'ni 2 trilliard tondan ortiq nima bor demakdir, ya'ni ko'mir bor. Va buningki pulga aylantirsak shu 320 trillion dollarlik ko'mirlar bor, ya'ni bizningki davlatimizda. Va ko'mir yana Xitoyninki shu Xitoydagi tok elektrisitetninki shu 60% shu ko'mirdan chiqayotgan gap. Ondan sırt Sharq Turkistonda 153
dan artık minerallı ba. Mesela bu minerallarınki mineral degenimizde mesela altın, uranyum, kümüş, nime, başka nimeler mesela Alıştıraydigan, az uçraydigan moddalar. Mesela yakında lityum dünya boyunca ikinci lityum degan tılpınımızda mangdırdıgan bataryani nima qiladigan hamma narsa shu lityumdan yasaldi. Dünya boyunca şu bizniki o'sha Qurum tog'larida, Qurum oltin tarafida Tibet bilan chegaralashadigan rayil tog'larimizda dünya boyunca ikkinchi shu lityum depozitini topdi. Yani bu bir tarafdan bizga hozircha bizga ziyni bor tushungan bo'lsa, chunki Xitoy shuni deb bizni qiryotidi. Ammo masalan nima jihatdanmi har jihatdan bizniki davlatimiz o kadar boy, zamonimiz o kadar bol. Yani tarixdan buyanmi shundati. Tarixdan buyanmi shu o Yipek yo'lida Sharq Turkiston markaz bo'lib, shu eng boy shu nimasini hamma yo'lni tutgan rol o'ynaganligi uchun shu vaqtdami Xitoylar 2000 yil burunmi shu Sharq Turkistonni ishg'ol qilma deb urilganti va az bir davrlar ishg'ol qilishga tirishdi, ammo biz g'alaba qilib yana ularni shu Sipilning orqasiga haydab chiqdik. İnşallah umma yana qaytadan bulanımı şu Sipilning orqasiga qaytadan haydab chiqamiz. Onun de bu strategiyalikki muhim ahamiyatniki yana bir qismi askariy strategiya. Buni qisqacha bir ham o'tib bo'ldik. Masalan Xitoy bu Sharq Turkistonni bu bir nima yo'li yolg'iz tijoriy uchun emas. Xitoy keyingi shu boshqa davlatlarni ishg'ol qilish uchun yasayotgan temir yo'llari, yasayotgan yo'llari, yasayotgan aydurumlari, portlari hammasi shuning uchun. Qo'sh nima o'ynaydi. Ham askariy jihatdan, ham tijoriy jihatdan. Ammo Xitoy shikilishga tayyorlik qiladi. Masalan Sharq Turkiston qarasanlar, Sharq Turkistondek militarized bir nima yo'q, zamin yo'q dunyoning hech bir yerida. Masalan Xitoyning o'zininki rasmiy raqamlariga qarasak 3 milliondan ortiq qurolli qo'shinlari bor Xitoyninki, Sharq Turkistonda. Ba'zi tadqiqotchilar va ekspertlar deydi, shu Sharq Turkistondagi 3dan 1 Xitoyi shu nima yolg'izlanma shu qurolli qo'shinlari, bexatarlik va qurolli qo'shinlar deydi. Ama Xitoyning o'zining manbalaridami shu 3 milliondan ortiq qurolli qo'shini bor. Buningki eng büyük qismi masalan atalmış Xalq ozodlik armiyasiningki az deganda bir 100 mingdan 200 minggacha askar bor. 200 mingdek, hozir 200 mingdan ortiq shu atalmış Xalq ozodlik armiyaninki askarlari bor Sharq Turkistonda. Onundan sırat hammamiz bildiğin Bingtuan'ninki qurolli qo'shini 2 milyon 700 mingdan ortiq qurolli qo'shini bor uniki a'zolari. Onundan keyin 500 mingdek Xitoyninki qurolli saqchi qismlari deydi ya. Ujing deydi. Unda qismlar bor. Yani Sharq Turkiston bunda qilishi yalnız yani bizning nim qilish emas. Masalan, o bizni bostirish uchun o qadarcık aydurumlarni yasab ketmayotdi Xitoy. Xitoyninki yasayotgan aydurumlari, akkelayotgan askariy nimalari muhim nuqtalar qarasak, masalan, Hindiston tarafidagi chegar taraflarimizga necha aydurumlarni yasab ketdi. O'rta Osiyo chegar atroflarimizga necha aydurumlarni yasayotdi. Buningki ikki roli bor. Biri Sharq Turkistondagi yani hozirgi irqiy qirg'inchilikning nimsimi Xitoy bir tarafdan urushga tayyorlik qilyotdi. O'zimiz necha qatim dedi, urushga tayyorlik qilishimiz kerak deb. Bir tarafdan shu urushga tayyorlik qilyotdi. Shuning uchun
Xitoyga qarshi urusha oladigan, urush ehtimoli bor hammasini yosh cho'ng demay hammasini kaplarga sulab o'tiryapti, qulluq qilyapti. Buni hammamiz bilamiz. Ondan sirt yana Xitoyning kengəş niyeti bor ya. Xitoy bular shu durallam O'rta Osiyoning yerini, ta Afg'onistonning hammasini, Hindistonninki shimol qismini, butun Mongoliya va Rossiyaninki shimol qismlarini hammasini Xitoylar yo'qotib qo'ygan rayonlar, zamonlar deb shunda o'zini yolg'on nimani Teşekkür qilyapti. yolg'on nimanilam yasab chiqyapti. Xitoy u yerga kelib boqqanimi yo'q umrida. Hech bir tarixunda nim qilib boqqanimi yo'q, ammo yolg'on nimasini kelgusida o'zininki o'ziga delil yaratish uchun, o'zininki xalqini qoyil qilish uchun Xitoyning kemaychilik xarakteri shu ya. Shuni nima qilyapti? Xuddi hozir Sharq Turkistonda burunmi qilyapti, hozirmi bo'libmi qilib ketib bordi. Yangidan qadimki nimalarni topdik deb, shu o'zi Xitoylar burun 20-30 yil burun o'zining Xitoyning nimalarni aklib ko'mab qo'yib, ondan keyin 20-30 yildan keyin biz bunda topdik deb, Xitoylar mancha yilning yozmanda debat deb shunda yolg'onlarni o'ydirish uchun nima qiladi? Xitoy shu kengaymoqchi. Shuning uchun bu kengaysa hamda qaysi tarafga kengaydi? Shu g'arbga kengaydi. G'arbga va janubga kengaygandan keyin bu yerda Sharq Turkiston albatta muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun bizni oldi bilan bizni yo'qotish kerak, ya'ni Sharq Turkiston xalqini, Xitoylarni ko'p sonliqqa keltirish kerak. Andan keyin shu askariy asboblarni hammasini tayyor qilib turish kerak. Shuning uchun Xitoy Sharq Turkistonga to'kayotgan askariy mablag'ga qarasak, masalan, Xitoy deydi-ku biz Xitoyning o'zining nimasida yilda 300 milliardlik xijlayotimiz yoki 200 necha milliardlik xijlayotimiz da'vatgan bo'lsa, Sharq Turkistonga xijlayotgan yolg'izlam yarmini Sharq Turkistonga xijlayotdi desak bo'ladi. Yarmi bo'lmasa-mu, az deganda 3dan 1 qismini Sharq Turkiston g'illam xijlayotdi. Aşağıdaki nimisini kuchlantirish uchun. Bu bir tarafdan qo'rqinchliq, ammo yana bir tarafdan Xitoyninki nimasiga qarasak, biz bilan bo'lgan munosabati, biz bilan bo'lgan tarixiga qarasak, qachonki Sharq Turkiston xalqi pulga kusay chiqqan chog'da, rasmiy inqilob qo'zg'agan chog'da, rasmiy qarshilik bergan chog'da Xitoylar qochadi. Ko'pincha shu tikiblam qochadi. Biz doim mag'lub bo'lgan yerimiz shu ustal ustida. Üstədə məğlub bo'lgan yerimiz bor. Bo'lmasa jangda 20-30 ming Xitoygimi, 100 ming Xitoygimi, necha million Xitoyni vayron qilib yo'qotganlarninki avlodlarida biz jangda mag'lub bo'lganimiz yo'q. Va kelgusidagi jangdami inshaalloh bu urush tezroq kelgay deb qilaman, chunki vaqt biz uchun u qadar oz. Buni xalqimiz tushunmayapti, boshqalarmi buni tushunmayapti. Xitoy bizni shunda ketaversa, 15 yil chiqamay Xitoy nüfusini 70%, 60-70% o'stirib olsalar, bizning ishimiz o qadar xatarlik bo'ladi. Hozirmi zaten xatarlik. Ammo umidsizlik darajasiga xatarlik olib boradi. Va Xitoyning niyati shu. Va shuning bizningki bugungi qilayotgan harakatimiz mustaqilligimizni nasl keltirish deb bu birinchi nishonimiz mushu bo'lishi kerak da'vat qilamiz. Shu xatarni oldini olish uchun. Bo'lmasa uni keyin qilib olamiz desak, keyin biznasi qolmaydi. Kishilik huquq masalasini qilib, uni keyin shu Xitoy demokratlashtirgandan keyin, nima qilgandan keyin, anda bo'lardan keyin, undan keyin kishilik huquqimizni avtonomiya bo'lib, undan keyin avtonomiyani qilib, undan keyin mustaqil bo'lsak bo'ldi deydigan munofiqlar bor ya. Hammasi shu Xitoyning qalchillari. Xitoyningki shu Xitoyga vaqt qozondirish uchun siz bag'otgan shu yo'lni menyotidilar. Va xalqimizni shuning bilan go'ldayotdi. Bizningki hozir vaqtimiz yo'q. Hozir biz qanday qilib
Sharq Turkistonninki umumiy Sharq Turkistonning hammasini ozod qilmasak, bir bo'lagini ozod qilmasak va davlatimizning mustaqilligini asl keltirmasak bizga qutulish yo'q. Qirilib tamoman yo'qolamiz. Shuning uchun bizningki birinchi nishonimiz davlatimizning mustaqilligini asl keltirish. Davlatimiz mustaqil bo'lgan chaqda undan keyin kishilik huquqimiz bo'ladi. U kishilik huquq boshda bo'lib, undan keyin davlat bo'lmaydi. Oldi bilan davlat bo'ladi, undan keyin kishilik huquq bo'ladi, undan keyin haq huquqlarimiz hamma narsani shu vaqtda kapolatlikka erishidi, shu vaqtda mavjud bo'ladi. Oldi bilan davlat hamma narsani tashlab davlatimizni asliga keltirishimiz kerak. Bizning birinchi majburiyatimiz mushu bo'lishi kerak aziz qarindoshlar. Har qanday tashkilotlarga, har qanday faoliyatchilarga, har qanday umumiy xalqimizga birinchi nishonimiz mushu. Kishilik huquqni keyin nim qilib olamiz. Nurg'un Amerikaning kishilik huquq 200 necha 50 yil yaqinlab qoldi bu davlat. Bu kishilik huquq masalalari bor. Davlatninki necha ming yillik tarixi bor. Angliyaninki kishilik huquq masalalari bor. Boshqalarninki kishilik huquq masalalari bor. U tugmaydigan masalalar. Uni qachon u dapni o'ynaymi desangiz, o'ynayverasiz. Ammo bizniki bu davlat bo'lmasa, bu kishilik huquqingiz yo'q tursin, mavjudligimizni yo'q mavjudligimizni yo'qotib qo'yamiz aziz qarindoshlar. Shuning uchun biz uchun eng birinchi avvallik, eng birinchi nishon, eng birinchi talab qildig'imiz, eng birinchi shu narsa uchun kurash qildig'imiz shu davlatimizning mustaqilligi. Davlat bo'lmay turib bizning hech narsamiz bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Biz davlatimizni asli keltiraylik, undan keyin kishilik huquqimiz, diniy erkinligimiz, boshqa narsalarimiz hamma narsani shu vaqtda saqlay olamiz. Diniy nuqtadan davlatimizni bo'lmay turib, dinimizni saqlayolmaymiz, qo'g'dayolmaymiz. Saqalingizni qo'g'dayolmaysiz. Qo'g'dayolmaysiz ya Sharq Turkistonda kirayotsizlar. Nimadan kelayotgan masala bu? Masjidlarimiz chiqiliq, vayron qiliqliq. Assalomu alaykum deyammayotimiz, saqalni qo'yammayotimiz, saqalliqlarimiz yomon saqal qo'yg'isi qo'yib ketayotganligi da'vataman buni. Boshqa narsaning eng aqlli insondek yashash nimasini saqlayolmayotimiz. Nima uchun? Chunki davlatimizningki qo'ldan ketganlik uchun. Davlatimiz Xitoy tarafidan ishg'ol qilganlik uchun. Shuning uchun har qandig'imiz mayli ideologiyadan solchi bo'lamizlar, o'ngchi bo'lamizlar, nimachi bo'lsanglar, islomchi bo'lamizlar, boshqa nima bo'lamizlar. Hammamizningki kapolatligimizni mavjudlikni kapolat qila oladigan bir narsa bor, u bo'lsa davlatimizni asliga keltirish uchun. Asliga keltirish. Shuning uchun shuni kurash qilishimiz kerak. Va shu vaqtda vaqt munosabatidan men oxir gapimni qilay. Oldimizdagi 5 fevral 97-yildagi G'ulji qirg'inchilikniki 28-yilini xotirlaymiz. Va aziz xalqim, bu kunda biz harakat qilishimiz kerak. Hech nima qilolmasakmi, hech narsa qilolmasakmi, ovozimizni chiqarishimiz kerak. Shu shahid qarindoshlarimizga, shu ajdodlarimizningki ruhi asosan ovozimizni chiqarishimiz kerak va xalqaroga "Ma millat o'lmadi. Davlatimni biz bu irqiy qirg'inchilikningki, bu qirg'inchiliklarningki yildizni shu Xitoyning Sharq Turkistonga tajovuz qilishidan sababli ishlar bo'lyapti deb xalqaroga buni tunishtirishimiz kerak va hukumatlarga, xalqaro hukumatlarga agar haqiqatan kishilik huquq deydigan bo'lsang, haqiqatan o'z taqdiringni o'z belgilash haqqingni qo'llaymi deydigan bo'lsang, haqiqatan demokratiyani qo'llaymi deydigan bo'lsang, bizningki mavjudligimizni saqlashning birdan bir yo'li davlatimizni keltirish. Shuning uchun bizga qo'lingdan qanday yordam bera olsang, yordam berishing kerak. Ichiq yordam beramsan, yushirim yordam beramsan, qanday yordam bera olsang, yordam berishing kerak deb buni hammamiz talab qilishimiz kerak. Ondan keyin Xitoyni dushman ko'radiganlar, dushman deb qaraydiganlar ichiq bermasmi, yerning ostidan bulamdi, nimaning tushkidan bulamdi, bir yo'llar bilan yordam beradi. Ammo biz
aldı bilen o taleplerini kılışımız gerek. Aldı bilen biz bu milletin ölmegenlikini ve bizde şu devletimizni esre keltiriş için cesaret bağlılıkını ve şunun için kirek bolsa cinimizden, menimizden, kılımızdan, amminasimizden vazgeçaleydiganlığımızı bildiriş için kılımız bu namayişini. Başka narsa için emas. Şunun için Amerika'da biz Tashqi ishlar ministerligining oldida şu 5 fevral çarşamba günü bo'ladi ekan. Saat 1dan 3gacha qilamiz. Qarindoshlarniki bo'lib bo'lmishi Washington DC, Virginia, Maryland atrof qarindoshlarniki bu namoyishga qatnashishinglarni umid qilamiz, chaqiriq qilamiz. Bir saat bir yarim kun vaqtinglarni chiqarib buningga cho'qim nim qilinglar aziz qarindoshlar. Biz jim turib ketsak bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Biz oldimizdagi eng oxirgi fursatni qo'ldan keltirib qo'ysak, diniy jihatdanmi yo'qolamiz, milliy jihatdanmi yo'qolamiz, insoniy jihatdanmi yo'qolamiz. Avlodlarimizni qolmaydi kelgusida. Avlodlarimiz o'zining kimligini bilmaydigan bir nimaga tushib qolamiz aziz qarindoshlar. Shuning uchun o'zingning qarindoshlarыңni o'ylasanglar, o'zingning avlodlaringning kelgusini o'ylasanglar, eng az deganda yarim kun vaqtingni chiqarib, dunyoning bu namoyishni qilishing kerak va talablar qilish kerak. Biri Sharq Turkistonni beslab olgan davlat deb e'tirof qilib, ikkinchidan Sharq Turkiston masalasi ustida moslashtiruvchini o'zining shu tashqi ishlar ministerligiga Sharq Turkiston ishlariga bir moslashtiruvchi o'tirib qo'y deb tayinlab talab qilishimiz kerak. Ikkinchidan şu Sharq Turkistonning Xitoyninki Sharq Turkistonda epirayotgan, davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlika va ishg'oliyatini oyoqlashtirish uchun Sharq Turkiston xalqininki xalqaro qonun bo'yicha şu o'z taqdirini o'z belgilash haq huquqlarini qo'llash uchun kerak va bizga shu xalqaro qonun bo'yicha qanday yordam bera olsang, shunday yordamlarni berishing kerak deb talab qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Rahmat. Bilim zishliqini aytib yuqori bo'lgan dalil isbotlab nayt yaxshilik sababingiz oraliqda hech qanday buni o'zib etishning o'rni bo'lmadi. Bizningki namoyish bo'lgan safarbarlikni yaxshi qildingiz. Biz amaliyotda o'ziningki huquqiy o'ltirishning oldingi kuni 19 noyabr qor yomg'irda biz netchimiz chiqib irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan kunni xotirlab namoyish qildik. Bir hisobda o'ylasak bu xuddi bu namoyish hech qanday ahamiyatsizdek. Yana bir hisobda o'ylasak bu bizning vijdoniy burchimiz, qilishga tegishli ishimiz. Biz qildik, vijdonimiz orom topdi. Ham shu kuni bizdan boshqa u yerda namoyish qilgan odam yo'q. Shu yerga yig'ilgan Amerikaninki o'zining prezidentininki huquq o'ltirish kuni uchun yig'ilgan nurg'un odamlar ko'rdi, ularga ta'sir qildi deb o'yladik biz. Namoyishning cho'qim ahamiyati bo'ldi. Kam deganda o'zingizning vijdoniga ahamiyati bo'ldi. Endi bu Sharq Turkistonninki tarixini amaliyotda hammasi Xitoylarninki xetiga yozib qo'yilgan. Xitoychini biladiganlar asli bizning mush programmamizda bo'lish kerak edi. Xanzuan, Xitoy zuvan. İnsanlarımız agar xohlasa, men bilan mush programmaga chiqsa, biz o'zimizning tarix to'g'riliq gap qilsak bo'ldi. Eng oddiysi Xitoychini biladiganlarga oddiy bir misol keltiray. Xuma yi beifeng deydigan bir gap bor. Mush gapning o'zida nima xuma degan gap? Xu degan gap nima? O'zidan boshqa chet ellik nomini xurin deb atagan bo'ladi. Hatto Yevropalikni. Shuning ichida bizmi bor. Birisi Beijingga o'qishga borgan chog'da o'qituvchisi sizlar vatanni sig'inib ketdi, o'zingning yurtni sig'inib ketdingmi deb shu gapni qilgan. Demak, Xitoylarning hammasi kim ayon. Xu dedi, xaxuldi. Bizni xurin degan. Demak, hamma gap, hamma narsa Xitoyning tarixida bor. Azroq bir narsa bilsak-lam, u Xitoy bilan talashishninki hech qanday nimasi yo'q. O'zi yozib qo'ygan, o'zida bor. Demak, tarix degan mishta narsa endin Taala Xudoyor apandim hamma yerdan, hamma manbadan foydalanib turib bu aqtash kitobni, mana bu kitobimizniki bu ikki bo'ligini nayt yaxshi yozib chiqqan. Hammanglarning o'qib ko'rishinglarni umid qilamiz. Biz yana davomli so'zlasak namoyish. Oldimizda bizga bir fursat bor. 5 fevral. Bu g'uljilik qildanki biyalikning ishi emas, bu Sharq Turkistonlikning ishi. Shunga amallarning chiqishini umid qilamiz. Bugun vaqt munosabati bilan programmamiz mushakish davomlashdi. Taala Xudoyor apandim, sizning ajratgan vaqtingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Hammanglarning mush vaqtinglar